Hozirgi kunda siz va men ko'p eshitib turgan kasalliklardan biri buyragi qurib qolibdi yoki buyragi kasalligi tufayli Hindistonga borib, buyragini alishtirib kelish kerak degan tushunchalarni ko'p eshityapmiz. Buyrak kasalliklariga chalinmaslik uchun sizga ajoyib 5 tavsiyani aytib o'taman. Birinchisi, suyuqlik iste'molini ko'paytirish, sutka davomida 1,5-2 litr suv iste'mol qilish. Bu hisobida siz tuz va toshlar paydo bo'lishligidan saqlanasiz. Ikkinchisi, tuz iste'molini me'yorda qilish. Bu bilan siz qon bosimini ko'tarilishini oldini olgan bo'lasiz va buyrakka tushadigan yuklamalarni yengillatgan bo'lasiz. Uchinchisi, sog'lom turmush tarzi va sog'lom ovqatlanish va gazli ichimliklar iste'molini kamaytirish. To'rtinchisi, siydik hissi paydo bo'lganda siydikni ushlab turmaslik. Bu orqali infeksiyalar rivojlanib, sizda sistit kasalliklar va keyinchalik buyrak kasalliklari shakllanishi mumkin. Beshinchisi, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilishlik, ayniqsa ayollar uchun, chunki ularda pastki siydik yo'llari infeksiyasi tez rivojlanadi va tez shakllanadi. Ma'lumotlarimiz qiziq va foydali bo'lgan bo'lsa, bizni kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying.